Sog' bo'ling iloyim. Navbatda O'zbekiston xalq hofizi Hofizjon Yusufga navbat beramiz. Marhamat. Qarsanglar. Bolam bu juda katta tarix. Sal kunda bizni Jo'rag'on akam, Mavr akamlar duoga. Biz o'tib ketsak, shu odamlar duoga keldi, to'yimizda yurasa. Buni ham olgina. Birodarlar, shogirdlarim, farzandlarim, sizlarni men doim gazetadami, televizordami, radiodami, masjidda orifdan tortib, orif eng katta shogirdlarimiz. Qolgan mayda shuylargacha hammasiga ijobiy bahosini berib, bu tarixga muhrlab qo'yganman, bilasizlar. İnson degani bitta o'zi yeb ichib ketaveradigan dunyo emas. Hali Alisher juda to'g'ri gapirdi. Alisher katta shogirdim. Buni boshiga ham ko'p ish tushganda, "Ey Alisher, o'zingni yo'qotib qo'ymagin. Bunaqa o'rsigan atrofingda g'alaz gap tarqatadiganlar ko'p bo'ladi hali. Ovozing shirin, o'zing bog'odab boramisan? Düşmanı ham shunga yarasha bo'ladi. Ovozingni olib hech kim ishlatolmaydi. İnsonni badanida ko'rolmaydigan kasallik bor. Shuning uchun chiragan odam bu hunarni qiladi. Nima uchun? Og'ir emas ishimiz, lekin nerv bo'lgandan keyin hamma shu san'atga aralashgan. Aqlli bolalar juda qiynalibgina yashab o'tadi. Bir narsaga ahli etmaydigan, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deydiganlarga oson. Endi Rahmatoy mana necha zamondan baqa usta yuradi. Umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, bola chaqasiga bosh bo'lsin. Baxtiga mana oilasi, ahli ayoli sog' bo'lsin. Mana kelib turgan kelin, o'g'lim deyapti. Kelib turgan kelin emas, qiz bo'lib ketsin. Bunga parvo qiladigan, dadajon deb, ayajon deb yuradigan, yuzi yorug' qizlardan bo'lib yursin. Ilohim baxtli, saodatli bo'lsin. O'zi rahmonona, odobli bola. Shu ozgina shu endi hammani ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bo'ladi. Şimdi dölta tomoni bo'ladi. Endi döltasi bilan ishlarga o'ylaydi. Bu yer yoqadigan joyi asfaltda o'ynaydi. Acam çakıcı Rudi Doğlezir. Orada yürgütte doğrulanır. Güzel olsun, sağ olun. Kızılmadı mı? Endi shunaqa qilib shu elni ichida yurgan odamlarniki aldab pulni olib yuribsan. Yarmidan bağlı düşmeydi. Ağaca patlasın tuatçıydı. Güzel olsun. Mana shu xonadonda chirog'i sen bo'ladi. Shu inson dunyoga kelibdiki, uy qiladi, ahli ayol qiladi. Shu men hozir bolalarimni ko'rib xursand bo'ldim. Juda yaxshi bola, umring uzoq bo'lsin. Senga parvo qiladiganlardan shu ish qilib tinchgina sog' salomat birga qo'sha qarib
Ularda bolalarni rohatini ko'ringlar onu. To'ylariga Xudo baraka bersin. Mana endi boshlayapti. Bari ko'p odam keladi. Endi Marova Alisher bitta o'tirgan shogird bolalar. Bari mana Samirjondek turibdi, katta shogirdlar. Nevara shogirdlar ham bor. Men bolalar bitta gapni ko'p aytaman, e'tibor qilasizlarmi yo'qmi? Eng zo'g'a tang'iladigan sozanda ham kerak. Ko'p odam ja yoshlar chay yoradi, bu qildi deb. Abdujon. Chaymaslik kerak, chunki haligi bir Qilichxon Turam, Ma'lumdek Qilichxon Turam, dadalar katta Turamlar to'yga qilibdi-yu. Yusuf qiziqdi. Yozag'on diye Turamlarda eski yilni jo'natibsa, Abdulazxon Turam dadalar. Borib shunaqa Qilichxon Turam to'y qilyaptilar, borgansiz, falon ko'rgan desa, to'ylar ham nozik bo'libdi-da. De qarab turib, shu meni to'yga kelib seni jo'natishdi bu. Ha, meni jo'natishdi. Tuzirog'i yo'q ekan meni kelsa, Yusuf Qizildar aytarmish. Tuzirog'lar bor edi-yu, tuzirog'larni aytgani ketdi. Ana. Bizi sozondalar bilan bizi böyle xallashib bo'lmaydi. Ko'pni ko'radi. Bitta daraxtda Abdujon. Bitta daraxtni bir 100 yil yashab qo'ygan bo'lsa, hech kim kesmaydi. Yo'l tushib qolsa ham, tushib qolsa ham, mana ana sizlar pastlaringda bitta bujun qayrag'och bo'lardi. O'shani kesishga to'g'ri keldi, qurib qoldi, kesib, o'rniga qabr qilib qo'ydi. Ketaverishdi, Jalolga ketaverishdi. Nimaga? Buni sabab bor, qayrag'och ko'p. Buni sababi shundaki, o'sha nazar olib qo'yadi. Nazar olib qo'ygandan keyin ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu o'tirgan bolalar ham hammasi nazarli bolalar. Mana shu bu agar sizlarga yomonlik qilaman niyat qilsa, bir kun o'zi tushadi. Ha. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Haligi men nima deyapman? Shu haligi zo'rg'a tinglatib, ikki tashlab biladigan bola ham to'y rosa qasrab turib ketgan paytda hamma harqiqa tirqirab bitta mahallada to'y bo'lsa, yo'q sozonni. Nima qiladi? Haligi bola o'tkazib qo'yadi. Eng qisqasi. Bo'lmasa kerak-ku yig'lab o'tiraveradi, chiqmaydi o'tdaga. Shuning uchun yaxshi aytasizlarmi? Erkin qani. Aytisiz. Qani. Alib ishlayapmiz. Boburni nevarasimi? Mayli. Shularga ham qaytib sog' bo'lsin.